Davay boshlaylar videoga olishni. Xullas, siz bizni qishloqda uy yutib oldingiz. Ha, rostdanam mana shu katta uy endi sizniki. Aytingchi, qanaqasiga uy yutib olishga muvaffaq bo'ldingiz? Yana bunday chiroylisini men xullas Rolton sotib olgandim. Rolton, ha, shuni ichida aksiya bo'lyapti. 13-qishloqqa kelgan 5-o'yinchiga uy beriladi deb mana keldim. Qishloqqa kelgan 5-bo'libman. Qoyil, endi sizning zo'r uyingiz bor. Qaysi edi? Mana bu qizil Hotlanch. Yo'q, ha. Qoyil, endi meni o'zimni uyim bor qishloqda. Ha, omadingiz keldi. Mayli, men uyimni ichiga kirib ko'raychi. Bo'ldiklar, videoga oldik. O'chiringlar kamerani. Ketdikmi? Ha, ketdik. Nihoyat. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Bu juda muhim va ketdik. Xo'sh, bunday zo'r uy egasi bo'laman deb o'ylamagandim. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Rembo va yangi videoimga xush kelibsizlar. Men bugun Rembo, eshikni och. Salom. Men merni o'ng qo'li bo'laman. Men seni yutib olgan uyingga olib boraman. Bu uyni yutib olmadimmi? Yo'q, bu merni o'g'lini uyi. Reklama uchun chiroyli ko'rinishiga. Yo'q, ha. Bilasanmi, SMM degan narsalar, PR, reklama, shular uchun. Yo'q, unaqa narsalarni tushunmayman. Yo'rinda ko'rsataman o'zingiz yutib olgan uyni. Mana, bu nima? Hujjati, ha. Yo'q, demak bu chiroyli uyni yutib olmaganman-da. Sen nima deb o'ylaganding? Shunday zo'r, ichida mebellar bor uyni berib qo'yamizmi? Yo'q, albatta. Mana senga ko'rsataman hozir uyingni. Yaxshi uymush qilib, faqatgina ozgina remont qilish kerak-da, ishi bor. Yo'q, men o'ylagandim yangi zo'r uyda yashayman deb. Yo'q, unday bo'lmaydi. Bo'lmasa dokumentni qaytarib berib qishloqdan ketaver. Videoga oldik baribir. Endi reklamani televizorda qo'yamiz, shu bilan bizga yetadi. Sen kelasanmi, ketasanmi farqi yo'q. Tushunursan. Nima? Pastga qarama, faqat nimaga? Qarama deyapman senga. Xo'p, bo'ldi. Bu yerdan chiqib men polni ta'mirlab qo'y. Xunuk ko'rinmasin, mehmonsan har qalay. Bir mehmonsan, bir kel deysiz. Yo'q, men bo'ldi, chiqib tur. Xo'p, bo'pti. Nima buncha bularning kayfiyati o'zgaradi. Hayronman. Hozirgina aytib turganda ketasanmi, yo'qmi? Videoga oldik, reklama bor deb. Endi esa mayli, bo'ldimi? Ha, mayli, men ketdim. Aytgancha uyni remont qilsang polga teginmada. Nimaga? Polga xullas nima desam ekan, polni buzmaganing ma'qul. Chiroyli turibdi-ku, o'zi qara. Xo'p, mayli. G'alati, nima uchun polni buzmaslik kerak ekan? Bu endi meni uyim-ku, o'zim xohlagan ishimni qilishim mumkin. Kim fikrimga qo'shilsa, albatta videoga like bosib qo'ysin, qani ko'ramiz. O'z uyida o'zi istagan ishni qiladiganlar oramizda qancha ekan. Lekin Rossiyaning uyini, nima? Bu yana kim? Bo'pti, o'zim gaplashaman. Sen yangi o'yinchisan? Ha, meni ozgina qo'pollik qilib qo'ydi-da, o'ng qo'lim. Xo'sh, mana shu uy endi seniki. Endi xafa bo'lmaysan, o'g'lim. Bizni uylarimiz yaxshilari yo'q. U yaxshisi esa endi videoga tushsin dedik-da. Bo'ldi, tushunaman, shu uchun ham rahmat. Bo'pti, undan tashqari remont qilib olaman. Remont qilsang, polga tegmada. Nimaga? Qara qanday chiroyli turibdi. Buncha polni hammangiz yopishib olgansizlar. Xohlasam o'zgartiraman. Aytdingiz-ku, seni uying deb. Lekin endi buni o'zgartirsang, xunuk bo'lib qoladimi deyman-da. O'zgartirmada xullas. Bo'pti, tushundim. Shunchalik chiroyli ekan. Chiroyli. O'zgartirmayman. Mayli do'stlar, o'zgartirmasam o'zgartirmabman-da. Shu holicha turaversin. Mayli, hozir olamizda bu yerdan tuzatishni boshlaymiz. Qani ko'raylikchi. Xo'sh, mana bu yerlarni ham olamiz va hammasini ochishimiz kerak hozir. Lekin mer buncha g'alati ekan. O'ng qo'li ham, o'zi ham, o'ng qo'li ham kelib yonimga qancha boshni og'ritib ketdi. Mayli. Davay, endi bularni hozir terib olamiz-da tezgina. Xo'sh, remontini qilishimiz kerak. Menimcha bo'ldi-ya. Tak, bu yoqqa, chunki bizga verstak kerak. Verstakni bu yoqqa qo'yamiz va ketdik. Bir daraxt chopib kelaylikchi. Yo'q, o'rmon uzoq. Mana bu yerda kichkina daraxtcha bor ekan. Mana shu daraxt menga to'g'ri keladi va shuni hozir chopib olaman. Sizlar esa albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Tak, oxirigacha olishimiz kerak va nima qilyapti bu? Sen daraxt chopdingmi?
Yangilar ham ozgina ko'rinib turibdi. Qani ochaylikchi. Hozir kiramiz va oltin bo'laklari tushunursin. Menimcha do'stlar, bu haqda merga aytishimiz kerak. Hozir mer o'zi biror nima qilmasa bo'lmaydi. Men uyim tagida shuncha oltin bilan yashashni istamayman. Axir uyimga o'g'irlar tushsa nima bo'ladi? Bu oltinlarni qidirib kelib. Tak, qani bu yerdan hozir chiqishga harakat qilaylikchi. Mana buni buzamizda. Endi ketdik do'stlar. Mana bu boshqa gap. Albatta oltin topganimiz yaxshi bo'ldi, lekin birovnikini olish yaxshi emas va bunaqangi holatda albatta merga murojaat qilish kerak. Janob mer, ha, men xullas mana bu polni sindirgan. Nimaga sindirding? Nima bo'ldi o'zi? Sindirish kerak emas edi. U yer xullas janob mer, meni eshiting. Ha, u yerdan men oltin topdim. Oltin. Ha, yuring ko'rsataman. Davay. O, Jenurson. Tegmadingmi o'zi u yerdagi oltinlarga? Yo'q, janob mer, men sizni birdan chaqiray dedim. Bilmayman-ku u kimning oltini. Siz esa qishloq merisiz, yordam berasiz hal qilishga haqqoniy. Ha, bu yermi? Bilasizmi bu joyni? Ha, bilaman. Bu tanishimniki edi-da. Yo'q, ha, kirib ana ushlab ko'rgin, buncha oltinni ko'rganmisan o'zi? Yo'q, ko'rmaganman. Maylimi ushlab ko'rsam? Albatta. Xo'sh, qaysini olsam ekan? Ol kattasini. Xo'sh. Janob mer, nimaga yopib qo'ydingiz? Bu sir endi shu yerda qoladi. Qanaqangi sir? Oltinlarimga tegmaslik kerak edi. Nima? Bu sizning oltiningizmi? Jenurson, men demak merni oltinlarini topib oldim va mer meni bu yerga qamab qo'ydi. Ammo men bu yerdan qanday chiqib? Tak, stop. Mana buni sindira olarmikin mana? Xo'sh, sindi. Yaxshi. Zo'r do'stlar, faqatgina ishonchim komil emas. Bu yerdan chiqa olamanmi? Yo'q, chiqa olmayman. Tak, blok qo'yishning iloji bormikin? Yo'q, iloji yo'q. Bu yerda privat qo'yilgan. Yo'q, mana bu yerda qo'yildi. Lekin buza olarmikin mana? Tak, buzish qiyin bo'lyapti. Faqatgina egasi buza oladi hammasini. Tushunursin, endi nima qilaman? Hayronman. Devorlardan buzib bo'lmaydi, lekin mana bu ichidagi narsalarni olib qo'yishim mumkin. Bu hech bo'lmasa yaxshi, chunki hozir mana bu bo'lakni olib tashlasam, oltin olmalarni o'g'irligini tushundim. Nimaga? Tak, stop, mayli. Tak, buni hozir olishim kerak, Jenurson. Hozir qani buzila qolsang-chi. Yaxshi, buzildi. Endi esa faklni olamiz va yaxshi. Mana bu oltin olmalarni chetroqqa qo'yishimiz kerak. Nima? Hey, tushunmadim, nima bo'lyapti? Nimaga endi tepada paydo bo'lib qoldi? G'alati. Qarg'ish tekkan oltinlarmi deyman. Bu yerdan endi qanday chiqishim mumkin? Tushunursan, agarda mana bunday qilsam-chi? Yo'q, hech narsa yasa olmayman. Yordam beringlar, odamlar, iltimos. Men bu yerda qolib ketdim, merni oltinlar ichida. Tak, qani oyog'imni ham qo'yib chiqa olmayapman. Yordam. Nima? Kimdir yordam chaqiryapti mana bu uydan. Jenurson, kimdir bormi? Men, Jizel, sen kimsan? Men yangi o'yinchiman, bu qishloqda yashayman. Iltimos, eshikni ochib yubor, qamalib qoldim. Sen blogerlar, bloger bo'lmay, buni qara qamalib qolganini chiq. Men video olganim yo'q. Sekin. Davay, chiq tezroq. Hozir men hammasini aytib beraman merga. Merga, davay. Stop, merni nima? Merga aytib qayoqqa ketdi? Mer boshqa qishloqqa ketgan ko'rinadi, chunki buni qaranglar, umuman boshqa joyga yurib ketdi. Tak, hozir. Allo, politsiya. Katta rahmat sizga. Bu mer o'zi juda ham ko'p pora olgan. Shuni ketidan shuncha oltin yig'ibdi-da. Ha, sizni ham qamab qo'yibdi. Tojini ham olamiz, xavotir olmang. Ha, yaxshi. Bo'ldi, uyingizga borishingiz mumkin. Katta rahmat sizga ham. Rahmat. Do'stlar, biz bugun merni qamatib yubordik, chunki u juda ham katta poraxo'r ekan. Kim ham o'ylabdi deysizlar? Aynan mana shu uyni tagida yashirib qo'yganni pullarni. Ha, bo'ldi. Qani endi uyimizni ta'mirlashimiz mumkin va mana bu ahmoqona polni ham toshlik qilaman.